avvallar bugun biza ya'ni video yasashni, video Minecraft uchun yasashni o'rganamiz. Ya'ni bu video nima edi? Video yasash Minecraftga oid video yasash, sun'iy intellekt yordamida video yasash. Men buni sizga oldin ham YouTube kanalimda shorts videosini ko'rsatgan edim. Shunaqa qilib yasashni endi o'rgataman hozir. Buning uchun bizlarga video generator FlixEye degan dastur kerak bo'ladi. Hozir mana shu biz buni yuklab olishimiz uchun Play Marketga kiramiz. Qidiruvdan FlixEye deb qidiramiz. Keyin mana bu chiqib keladi. Buni yuklab olasizlar. Menda hozircha yuklangan. Keyin bu yerdan ochishni bosasizlar. Kiradi. Va yana bizga ChatGPT oddiy sun'iy intellekt kerak bo'ladi. Mana kirib ham oldi. Biz bu yerdan xohlasangiz rus tili yoki ingliz tilini qo'yishingiz mumkin. Men ingliz tiliga qo'yaman, chunki ingliz tilini yaxshi bilaman. Mana bu yerdan Next tugmasiga bosamiz. Va yana bu yerdan mana bu yerda Start tugmasiga bosamiz. Keyin bu yerda shunaqa ekran chiqadi. Buni bu yerda tepada X bo'ladi, shunga bosamiz va bunaqa sayt ochilib keladi. Mana bu yerda ishlanilgan videolar bor. Albatta bu tekin, albatta. Lekin faqat nima edi? Kunlik tekin. Kunlikmidi? Mana bu toj ko'rsatilganlari premium. Ularni ishlatish mumkin emas. Mana shu auto deganiga bosib xohlaganingizcha video yaratishingiz mumkin. Buning uchun bizga mana bu joyga buni X qilib bu yerga prompt yozamiz. Bu programma ham prompt orqali bizga video yasab beradi. Hozir biz bu promptni olish uchun ChatGPT ga kiramiz. ChatGPT ni ham Play Marketdan yuklab olasiz. Mana bu yerga endi biz FlixEye dasturi uchun Minecraft prompt yozib ber. Random deylikda. Agar shu randomning o'rniga boshqa narsa deb ko'p qilib yozsangiz ham bo'laveradi. Uni baribir prompt qilib beradi.
Mana prompt ham tayyor. Steve yoki Minecraft dunyosida sirli tuman paydo bo'ldi. Bu yerda u o'zbek tilida ekan, buni ingliz tiliga aylantiramiz. Ingliz tiliga aylantir deymiz. Mana chiqdi. Bu yerdan bosib tursak, mana shunda select text degan bo'lim chiqadi. Shuning ustiga bosamiz va bu yerdan yana aning ustiga bosib tursak, mana shuni hammasini nusxalab olish kerak. Va bundan chiqamiz. Keyin video generatorga kirib buni yopib, reklama. Orasida reklama berib turadi. Telefonim qotib qoldi, mana. Endi bu yerga boyagi ko'chirganingizni yozasiz. Ko'chirganingizni qo'yasiz. Mana. Endi bu yerdan generate degan tugmaga bosamiz. Generate watch. Bunda har bir narsa nimani? Har bir video yaratganda reklama kerak. Reklama ko'rish kerak. Juda reklamalar ko'p berib yuboradi. Hozir videoni ham chiqaradi. Bu yerdan watch now degan tugmaga bosamiz. Mana bunaqa ko'plab videolar chiqadi. Men buni avval ham so'ragan edim. Buni recreate deganiga bossangiz, boshda yana bitta video chiqaradi. Menga boshqacharoq video kerak. Buxoro shahri Yangi O'zbekiston masjididan tayyor ta'mirlangan xonadonni oyiga 3.300.000 so'mdan to'lab, boshlang'ich to'lovlarsiz xarid qilish imkoniyatiga egasiz. Reklama kerak emas. To'lashga 65 oyga boshlang'ich to'lovsiz, foiz va benalarsiz birgina fuqarolik pasporti. Ushbu muolaja faol moddalarni ushbu xastalarga yetkazishga qo'llaniladi. Bu
Mana yana ham shunga bosamiz va yana bunaqa. Bunaqa video chiqib keldi. Bu videoning o'zi ham yana menda bor. Nima uchun menga bu videodan qaytarib beryapti bilmayman. Lekin siz yangi bo'lganingiz uchun sizga bunaqa videodan qaytarib bermasa kerak. Reklamanga. La, reklama beraveradi ekan ey. Nimaga X chiqmayapti? Reklama o'tirish. Mana bunaqa video chiqarib berdi. Albatta nima edi? Ayning ham ko'plab xatochiliklar bo'ladi. Shunaqa qilib mana bu Misrda. Mana. Hozir biz buni bu yoqqa o'tirib downloadga bosasiz va download watch and add degan shunga ham bosasiz. Albatta buning uchun yana reklama ko'rish kerak. Lekin shunaqa video chiqarib beradi. Buni yuklaydi galereyangizga. Mana. Agar yuklashda xatolik bo'lsa, yana bir bor urinib ko'rasiz. Menimcha menda yuklashda xatolik yuz berdi. Mana hozir mana ovozi ham chiqadi. Mana video ham tayyor. Mening oldingi ishlagan videolarim ham bor bu yerda. Xo'p, mayli, buni kelasi videolarda tushunarliroq qilib ko'rsataman. Shuning uchun bugungi videomiz o'z nihoyasiga yetadi.